Hurmatli obunachilar, Toshkent viloyati Parkent tumani Qo'lichida To'chi akam xonadonlari keldi. O'rtoqlar, mana rossiyskiy buqa sotiladi. Yoshiga to'ldimi aka bu? Yoshiga to'ldi, Bahodir aka. Bir yoshi 1 oylik bo'pti mana. Xo'p, bo'ylariga kelganda o'rtoqlar 1.30, 1.35 chiqib qoladi. Mana. Nech pul aytamiz endi narxini buni? Narxini 27 million aytamiz, Bahodir aka. Olgin xayri bor. 27 million, 26 million xayri bor qo'yaylik, mana savdosini qolsin. 26 million Bahodir aka bo'lsa, obunachilaringizga bo'lsin. Hurmatli obunachilar, haqiqiy dehqon o'zlari mana 26 million xayri bor, savdosini qolasizlar. Onlayn savdolar bor. Telefon qilsanglar lakasalarni tashab berishadi. Uzun videosi Bahodir Uz kanali YouTube'da chiqadi, o'tib ko'rishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.